Masalan, men shaxsan mana shu Guli Ra'no keysida ularni ichki ishlarini yomonotlik qilayotgani haqidagi mavzuni isbotini keltirdim. Masalan, ingliz tilida Kun.uz maqola beryapti. Ingliz tilida, rus tilida, Amerikani The Diplomat gazetasida, jurnalida bularni mavzulari yoritilyapti. Mavzuni o'qib ko'rsangiz, ichki ishlar tizimi ayol kishini urib yechintirdi degan mavzu. Lekin sudni qarasangiz, urib yechintirdi degan mavzu sudda umuman tasdig'ini topmagan. Boshqa mavzu bo'lgan, umuman boshqa mavzu. Mana aytyapman, ichki ishlar noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, u javobgarlikka tortilsin, gap yo'q. General bo'ladimi u? Ichki ishlar xodimi bo'ladimi? Mahalla uchastka noziri bo'ladimi? Farqi yo'q. Jinoiy faoliyatga javob bersin. Eng keskin gapirayotgan odamlardan bittasi bizmiz shu mavzuda. Korrupsiya mamlakatni chiritadigan narsa. Bu korrupsiyaga qarshi tashabbus prezidentning eng zo'r tashabbuslaridan. Bu qo'llab-quvvatlanadigan mavzu. Lekin mana ikkita general ham shunaqa jinoyat qildi-ku, endi tizim shunaqami? Tizimni yomonlagan bo'ladimi desa, bu umumiylashtirish, odamlarning fikrini chalg'itish. Yo'q, o'sha ikkitasi poraxo'r bo'ladi. Tizimni yomonlanmaydi u bilan. Pora bilan qo'lga tushgan bo'lsa, ikkitasi poraxo'r bo'ladi. Tizimni undan tozalangan bo'ladi. Qaytanga bizda O'zbekistonda tizimni tozalash to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lib chiqadi. Guli Ra'no keysida agar ikkita o'sha nachalnik militsiya uni noibi zami noto'g'ri faoliyat qilgan bo'lsa, bo'l javob bersin. Lekin biz Guli Ra'noni meni urib yechintirishdi, qornimga tepib 1 metr uchirib tashadi. Menda video bor degan gapini noto'g'ri deyapmiz. Bu tizimni yomonlash deyapmiz. O'zbekistonni butun dunyoga ichki ishlar shunaqa ekan deb ko'rsatish deyapmiz. Umumiylashtirish bu. Uni isbotlamasa, biz ha deb quloq solib eshitib ketavermaymiz. Biz Guli Ra'no keysida Guli Ra'nodan dalil talab qilayotganimizda mutlaq ichki ishlarni qoralayapsan deb dalil talab qilmayapmiz. Aytgan gapiga konkret gapiga dalil so'rayapmiz. Konkret. Mana shu gapingga javob ber. Seni urib yechintirishmagan. Urib yechintirmaganligi, sen o'zing yechinib olganliging u O'zbekiston qonunchiligida jinoyat emas. Sen ham o'zingni urib yechintirilganman deb mazlum ko'rsatyapsan, ham qarshi tarafga tuhmat qilyapsan. Noto'g'ri bu. Shuni aytyapmiz. Buni umumiylashtirish noto'g'ri.